keyingi hafta qanaqa ovqat yeysiz, yemoqchisiz degan holatda 75% odamlar mevani tanlashgan. Lekin bugun endi mana hozir nima tanlaysiz deb har xil ovqatlar taklif qilishganda 70% odamlar shokoladni tanlagan. Sizni miyangizni ideal emasligini isbotlash uchun bugun 7 ta shunday kamchiliklar to'g'risida gaplashamiz. Demak, birinchisi hozir aytganimiz giperbolik chegirmalar. Ya'ni insonlar qaror qabul qilayotganda kelajakdagi o'zlari xohlamagan qarorlarni qabul qilishadi. Ya'ni misol uchun agar 60 dan 20 yoshli insondan so'rasangiz, 10 yoshligingda 15 yoshligingda nima ishlarni qilgan bo'larding-u, qaysi birini qilmagan bo'larding desangiz, u aytadi albatta, til o'rgangan bo'lardim yoki borib mehnat qilgan bo'lardim yoki kamroq o'yin o'ynardim deydi. Lekin hozir shu ishlarni qilmayotganini o'zingiz kuzatasiz. Boshqa misol, insonlardan so'rashingiz mumkin, bir haftadan keyin, keyingi haftani menga qiladigan ishlaringni yozib bergin deysiz. Ya'ni men planlarni qiladi, ishlarni qilish kerak, kitob o'qish kerak, til o'rganish kerak, shu narsalarni yozib beradi. Chunki u keyingi hafta, kelajakda. Lekin bugun nimalar qilasan, mana ishlanishidan tanlab ol desangiz, eng osonlarini tanlab oladi. Ya'ni insonlar kelajak uchun qiyinroq narsalarni va o'zlari uchun foydali bo'lgan narsani tanlashadi, lekin qisqa muddatda o'zlari uchun zararli va yengil bo'lgan narsalarni tanlashar ekan. Keyingi effektimiz, keyingi miyani kamchiligi bu langar effekti deyiladi. Ya'ni inson haqida bitta ma'lumot bilib olganimizdan keyin qolgan hamma ma'lumotlarimizni, fikrlarimizni o'shani asosiga quramiz. Misol, bitta chiroyli qizni ko'rib qoldingiz. U haqida boshqa hech narsa bilmaysiz. Lekin siz uni aqlli, mehribon deb o'ylaysiz, yomon odatlari yo'q deb o'ylaysiz, bu qiz yolg'onchi emas deb o'ylaysiz. O'shaning uchun ham rasmni ko'rgandan keyin ba'zan insonlar yaxshi ko'rib qoladi. U faqat chiroy uchun emas, ya'ni u qiz ham mehribon, ham aqlli deb o'ylagani uchun. Ko'chada bundoq ketyapsiz, chiroyli insonni ko'rib qoldingiz, o'sha qiz bundoq olib turib sigaret chekishni boshlasa, kognitivniy dissonans boshlanadi, ya'ni tushunmay qolasiz. Bir-biriga mos emas. Vaholanki yomon odatlar hammadaga bo'lishi mumkin. Yoki insonlar o'sha chiroyli inson yoki chiroyli qiz jinoyat qilganda ham xuddi shunaqa his qilishadi. Tushunishmaydi, qanaqa bu narsa bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkin deb. Yoki yana bitta shunga misol, boy insonlarni ko'pchilik o'sha aqlli deb o'ylashadi. Ya'ni bitta narsa bilamiz, ular aqllimi yo'qmi bilmaymiz, lekin o'zimizdan o'zimiz bog'lab olamiz. Uchinchi effekt bu ajratish effekti hisoblanadi. Ya'ni ikkita narsa turibdi. U narsani siz bir xil deb o'ylaysiz agar alohida va alohida qarasangiz. Lekin yonma-yon qo'yganingizda farqlari ko'rinishni boshlaydi. Oddiy misol, olma tanlayotgan bo'lsangiz yoki pomidor tanlayotgan bo'lsangiz, ularning hammasini bir xilligini ko'rasiz. Tanlay olmaysiz, qiynalasiz. Bir safar unga, bir safar bunga qaraysiz. Lekin olib turib yonma-yon qo'ysangiz, farqini ko'rasiz. Yoki sovchi qo'yayotgan yigitlarimiz, qiz tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, unisi ham yoqyapti, bunisi ham yoqyapti yoki ikkalovi ham yoqmayapti, chunki siz ularga alohida qarab olasiz. Oling deysiz, ikkalovini yonma-yon qo'ying. Darrov farqlari qaysi biri sizga yoqishini ko'proq tushunib olasiz. Yoki insonlar bor, biznes boshlayman, o'zimni kasbimni qilayman deganda, bir safar u haqda o'ylaydi, bir safar bu haqda o'ylaydi-da, shunda bir-biridan farqini katta ko'ra olmaydi. Ularni yonma-yon qo'yib, shuna hammasini yozib chiqsa, agar farqlari darrov ko'rinadi. Demak, bu farqlash, ajratish effekti deyiladi. Qachonki biz yonma-yon qo'ymagunimizcha, har xil narsalarni ham hayolimizda bir xil deb o'ylab yuraveramiz. Keyingi effekt yo'qotish og'riqi effekti deyiladi. Ya'ni yo'qotishdan qochish effekti. Bu effekt shuni tushuntiradiki, bizning miyamiz, biz inson sifatida biror narsani yo'qotishdan 2 barobar ko'proq qo'rqamiz, bir narsani olganimizdan, xursand bo'lganimizdan ko'ra. Misol uchun, bir inson mana shu telefonini sindirib qo'yishdan xafa bo'lganning darajasi 2 barobar yuqori bo'ladi. Mana shu telefonni unga sovg'a qilishgandagi xursandchilik darajasidan. Yoki eslab ko'rishingiz mumkin, biror insonga Alloh 5 ta farzand bergan bo'lsa yoki 4 ta farzand bergan bo'lsa, uni har bittasida xursand bo'lgan va bir tez orada uni farzandlari yo'q bo'lganini unutib yuborganda, ya'ni oddiy holatdek bo'lgan. Lekin mabodo o'sha farzandlarning bittasi o'lib qolsa ham, tug'ilishi bilan o'lib qolsa ham, hattoki u narsani yo'qotdi inson va u butun umr eslab yuradi. Nega? Chunki yo'qotish har doim og'riqli biz uchun. Shuning uchun ham biz mashinamizni olgan paytimizni emas, urib olgan paytimizni ko'proq eslaymiz yoki bizga yaxshilik qilishganini unutib yuboramizda, lekin yomonlikni eslab qolamiz. Ya'ni og'riqlar har doim 2 barobar ko'proq zarba beradi bizga. O'shaning uchun ham ba'zan xodimlarga va do'stlarga bonus berish emas, balki ularni jarima bilan qo'llash zo'r ishlaydi. Keyingi effekt egalik effekti deyiladi. Ya'ni bitta universitetda tajriba o'tkazishgan. Mana shu stakanni
bolalarga podarka qilishgan, sovg'a qilishganda mana shu stakan sizlarga deyishganda, keyin uni sotinglar deyishgan. Bizga sotinglar deyishgan bitta guruhda, u bolalarning hammasi o'rtacha $20 sotishga rozi bo'lgan. Ya'ni $20 bersang, men shu stakanni senga sotaman degan. Keyingi guruhga mana shu stakanlarni ko'rsatishganda, nech pul berasizlar shunga deyishgan. Ya'ni xuddi shu stakan nech pulga sotib olardinglar desa, $10 deyishgan. Eng uzoqi, eng qimmat narxi. Ya'ni biz o'zimizniki bo'lgan narsalarni qimmatroqlarga baholar ekanmiz. Ya'ni qo'limizdagi soatimizni kimdir sotmoqchi bo'lsa, $200 ber deymiz. Lekin o'zimiz xuddi shu sanaqa soatni $150 ham sotib olmaymiz. Bizaniki o'zimizning narsamiz, o'zimizga qadrli degani. Bu o'sha qachon yordam beradi bu effektni tushunib yetish. Biror narsa sotib olganda yoki o'zingiz narsangizni sotib olganda birov kam narx aytib qo'ysa, xafa bo'lib ketasiz-da. Mana shu narsa tushunishimizga kerak bo'ladiki, bizaniki bo'lgan narsa har doim bizga 2 barobar qimmat tuyular ekan. Keyingi va oxirgi va eng muhim miyamizning kamchiliklaridan bittasi bu illyuzion rostgo'ylik effekti. Ya'ni bizning miyamiz biror narsani rostligini bilish uchun uni tekshirishi shart emas. Biror narsa takror va takror kelaversa, 3-4 marta, uzog'i 7 marta keladigan bo'lsa, miya buni haqiqat sifatida qabul qilishni boshlaydi. Ba'zan tushunishga oson bo'lgan informatsiya, ya'ni anglashga oson bo'lgan ma'lumotni ham miya rost deb o'ylaydi. Bu yolg'on bo'lsa ham. Misol uchun, boy inson aqlli bo'ladi. Tushunishga oson, lekin bu haqiqat emas. Aqlli inson boy bo'ladi. Bu ham miyaga tushunishga oson, haqiqatmikin deb o'ylaydi, lekin bu haqiqat emas. Yoki biror narsani 7 marta, 8 marta qaytarib bu rost ekan deb o'ylashni boshlaydi miya. Misol uchun, qaysidir reklamada chiqib 6 oyda til o'rganishingiz mumkin, mashina eshitsangiz desa, yoki mana buni ichsangiz doringiz ozib ketasiz deb 6 marta, 7 marta qaytarsa, biz unga ishonishni boshlaymiz. Miyamiz ishonishni boshlaydi. Ana o'shaning uchun ham shu joyda aynan manbani qidirish kerak bo'ladi, miyaning kamchiliklariga yurmasdan. Miyaning kamchiliklari haqidagi bugungi videomiz mana shu edi. Endi siz bizga izohlarda qoldiring. Aynan qaysi kamchiliklar sizda kuzatiladi va aynan qaysilarini siz haqiqatdan ham o'zingizda bugun sezdingiz?